Ne oldu nasıl? Mana bugün bir ko'zdan kechirishga keldik arlarimizni. Birinchisi 15-may 2026-yil. Bir haftadan beri qamroganimiz yo'q edi. Arlar to'lib toshib ketgan, oqib yotibdi. Ularga ramka bo'lsa, ramka berish kerak. Biz Çarpagimizga hozir mashinamiz. Shu mashinadan iloji boricha bitta tiqib qo'yamiz. Bunga ikkita tiqsak ham bo'laverar ekan. Buni tasha. Tasha, qavun tasha. Nima qildi? Bunda bormi? Tasha. Tasha, olma. Mana shu arimiz 1-mart holatiga 1-martda urug'qa kiradimi? 1-aprelda urug'qa kirdi. 1-aprelda urug'qa kirgan, onasi o'lib qolgan oylarni mana shu. O'zlaridan chiqarib urug'qa kirgan. Mana o'sha 1,5 oyda o'sha 1-aprelda 3 ramka o'tirgan. Hozir 1,5 oyda 10 ramka bo'ladi. Oluyor. Chekkigacha urib qo'y. Kardavan matka. Yo'qligidan qo'yib. Ha, shu. Yo'qligidan karmoygacha qo'ygan. Erkak arlarni ham ko'ringlar, sap-sariq. Shu kardavan xolasa? Adem bor. Ikkita bor. Qurshutda bor bitta kardavan, beydagida. Shu ham zo'r qo'yildi. Mana shu beyda 4 ta turibdi-yu mana chalpak. 4 ta. Bundan tashqari yana 2 ta to'qiganda bular. 6 ta to'qidi. Olganmi? O'xshu, ha. Olib boshqa oilaga berdi. To'liq urib mana. Oraya ko'nyapti. Kardavan matka shunaqa zo'r ishlar. Bu tomoni ham to'liq. O, matka ham yo'q, matka ham yo'q. Ko'rdingmi? Qo'limda ko'rsatdim. Avtobus ko'pchilik. Bu 3-chi ramkasi oxiridan hani yopib tashlagan ochiq urug'lari ham polni chekkasigacha. Çok kiraz bo'ladi. Tepasidan уже asal yig'ishni boshlagan. Tabiatdan yaxshi kelib tursa, kardavan matka
Bir oy, 1,5 oyda 2 ramka bo'lsa ham butun yashni to'ldirib tashar ekan. Yopiq rasplot. Bunda arlar chiqishni boshlabdi уже. Tepasida asal. Bir oydan o'tdi. Sirop berishni to'xtatganimizga umuman vaqtimiz ham bo'lmayapti bularga sirop bergani. Keyin tabiatan bu yil xudo xolasa yaxshi. O'tgan yilga o'xshab quruq kelmadi. Hozir 5-ramkamiz. Hozir 4 ta ramka polni urib. 5-ramkamiz. Beşinci ramka ham polni rasplot. Yarmini olsagan bo'lar ekan. Bu oilamizga mashinadan sразу 2 ta tiqib ketamiz. Bular bir kunda to'g'ri bo'ladi. Rekordchi oilalarimizdan bittasi. Bundan mana rosa chiqdi, o'rniga qo'yibdi yani. O'rtoqlar, bu oilamiz yaxshi, qochishga harakatlantirgan yo'q. Bundaylari yo'q, ortiqcha. Faqat pastida chashkalar bor ekan, chashkalarni uzib qo'yamiz. Endi bilib bo'lmaydi mabodo. Matishni tartiblashyapti. Matishlik mas'ul, u kalt topib. O'rnab beradi shu. Matishlik mas'ul, endi bilib bo'lmaydi. Chashka bular. Havaskor. Hozir buzmasang keyin kattalashtirib yuboradi-da buni. Hazil huzul Ro'yga chiqib ketdi. Ha. Aslida buzib qo'yamiz. Bu ovqat ramka ekan, lekin ovqat ramka ham to'la urug'. Urug'ini olalasam, mayda urug'larni. Shu o'rtada. Nima yaptim? Почти hamma ramkalarda rasplot bor. Ham ochiq, ham yopiq. Mana qo'lni chiqib o'tdi, ustidan yana urug' urgan. Tabiat kostyumasini bil zo'r. Bu oxirgi ramkasi do'stlar. Shu oilani
Polni ovqat, asal. O qizim. Cho'tki holatda mana bu chekkasida mana erkak arilar chiqadigan, turtuyan arilar chiqadigan raspulotka. Yo'lga o'tirib oldim. Yo'lga. Men menga kirib chiqayman. Salomat bo'lasizlar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin.